Xayrli tong. Qanday yordam kerak? Mayda pul bersangiz. Iltimos. Bizda buncha pul yo'q. 50 ming yevrodan ko'proq miqdorda pulni yechish uchun oldindan ogohlantirishingiz kerak. Shu yerda kutib turing. Shoshmang. Menimcha miqdorda adashdingiz. Bu yerda 50 ming deb yozilmagan. 5 mingmi? Bu boshqa gap. Qani. Xo'sh, bu yerga va mana bu yerga imzo cheking. Xo'p. 5 ming mayda pulda. Rahmat. Kelib turing. Kechirasiz. Ushlanglar. Ana u yigitni qo'lga oling. Qochdik. Ota, qochdik bo'l.